O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, totiman jafo mushaqqat. Lekin istigim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining yetaklishida bilim beg'ini kessam ta'abad. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, charchayman, ko'masman rohat. Lekin tiligim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining himoyasida aql dengizida uzzam ta'abad. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, ko'rmayman qilchi halovat. Lekin umidim, orzuyim shuki, soddaligimni saqlab shu peti ustoz ro'yiga noil bo'lib o'ssam ta'abad. Bu ishqa peshqadam model puxtakashon bo'layotgan. Yo'q, undaq emas. U haybatli igiz binolarni selishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bu tash. Lekin endi uning yelkisini boshqa bir chos tash bosqiladi. Siz Mektep degan tesh, qizqarliq, kitob o'qiyotganlarning ovozi yangrab turadigan bo'lishi kerak. Mana endi oshxona, kiyim-kechak magazini ichib qo'ydi. O'quvchilarning burniga qo'rg'on sayning yedib tursa, ular jim o'ltira olamdi. bu o'quvchilarning praktik masalasini hal qilish uchun-da. O'zgartish rasxodining yerimini ma'rif idorasining ish xizmatchilari boshqarmasi chiqadi. Yerimini o'zlari chiqadi. Bo'lmasa oshmaydi. Buni qaytarib o'taylik. Ammo yil oxir bo'lib qoldi. O'qituvchilarga tek bir pul mukofot berilmadi. Pulli deydi ekansizlar. O'tir maktabning mudiri bo'lgan odam pul uchun jinni qiynab yursa bo'lamdi. Sizlar Bo'ldi. Mana. Hay. Amisa deganimiz bo'yicha normal o'qitishga ta'sir etmasin. Munosabat to'g'rilansin. Muhim ish qilib qolmasin. Yo'q. Kasbiy o'tirnam, odatga o'tirnam ham sizning o'quvchilaringiz tursa. Bu mudirning ham shundaq. Hay. Anlasam siz mening o'g'limni qo'llab etibsiz, a? Kim deydi? Biz degan bir oila kishilar tursak. Oshxona ochadigan, milishmal do'koni ochadigan ishlarga kundala sizni avvar qilib tushiramiz. Lu mudirga qo'yib bersangiz bo'lmamdi. Shu qilmamdi. Voy. Aman. Undaqda lo'loq deb baqinglar. Unamdi, unmamdi. Oy, mudir. Hey, Siz bek obdanchimi? Rahmat sizga. Hey, bo'lib.
ifodek gap qilyapti-da u. Uni rastlı qiynab qo'ydik, oxirgi qo'l qo'ydi bo'lmasa. Chimoyim, yaxshimisiz? Ikkinlarni korxonachi bo'lmoqchi ekan deb anglayman. Ha, mundaqroq qismi bilan atsa sal yaxshi. Qandaq? Uningdimi chiroyli atashlar bormi? Bo'lmamdi qani? Ha, xo'jayin, direktor, yordamchi deganga o'xshash atashlarmi bor? Bu amaliyotda o'quvchilarning praktik qilishi uchun yo'l ichish. Ras, yo'l ochadigan ishlarmi o'qituvchilarga yuklanib Chin qelyapti. muallim, undaq deb ketmang. Biz o'qituvchilarga majburiyatni ado qilish yuzasidan kim tikib beryapmiz. Shunga rahkab qilyapmiz. Men texe rahning pulini yig'ib olamasizlarmikin deyapman. Hey, chin muallim. Sizga bo'ldi meni chin mo'maydan. Men pulni topshirmayman. Bu mo'may pulni allaqurun topshirgan. Leo muallim. Yaxshimisiz? Bizni kafedraning bu faoliyatga qatnashqisi yo'q. Nimishqa? 20 koy to'lashdan ser bolalarga paxtalik kim qilib berdigan gapdir. Hay, daymolim. Mudir qo'l qo'yib bo'lgan bo'lsa-mu, Luqayyan yana qarab turdi. Men qog'ozni ko'p qilib elib oldim. Hey, uning o'ziga tushlik qiyinchiligi bor. ish boshqa chiqqicha yanchiqqa necha 10 ming yan kirsa mudirma tazbay bo'lib ketdi. Hey, gap bizda pul tepishning yo'lini bilishimizda. Maning qarang. Mening jimoningdek deriz enaklari bo'lamdi. Ish qilib birarni. Yuring. Yuring. Do'stam, nima bo'ldi? O'ldir turadi. Nima ish bo'ldi? Sizga nima desam bola? Ey, silaza. Do'stam, vallahi yana tishingizni tegdimi? Men bu o'quvchiga o'rgatmayman. Lili, Lo'stam. Lili xatolik o'tkazgan bo'lsa, biz uni jazolaylik. Urib beraylik. Uningga obdan tarbiya berib, ondan qo'lingizga topshiraylik. Ko'mamsiz. Bu o'quvchi tuzuk o'rganmayapti. Shundaqmi? Ustam, meni olmadi. Nima? Ommidi? Nemish qanday? Undaq qilmas. Oshpaz ustamning uyindigan nurg'un yaxshi taraflari bor. O'qituvchi o'rlashtirsin. Ondan birni deyishayli. Avval qaytib turgan. Bo'lamdi. Sizlar qaytib turinglar. Bongshoyi, sizlar Lelini uyga olib qo'yinglar. Menglar. ata yoki o'gin. O'gin. Chiqilib ketdimi yoki? Men o'zim pichoqda kesib oldim. Boshoyi, uni darhol uyga olib qo'yinglar. Unutib qolmay, uni at maktabga birga qashkiringlar. Necip isim peşnatda. Muallim. Ha? Tamalim. Men sizlarga Lilini maktabga birga qashkiringlar demadimmi? Ha, siz uqmaysiz. Biz at deganda uni uyning oldiga berib turdik. Ammo xili uzun saqlasaqmi uydan chiqmadi. Bo'lmay uyga kirdik. Opsoni qoqsardan chiqib ketgan deydi. U yo'lda bizga uchirmidi. Bo'ldi, maktabga beringlar. Ha, Chiqib qolmanglar. siz mang'ashtirdik. Bizga chiqamiz.
Siz, Men Lili'nin o'qituvchisi. yaxshimisiz? Yaxshisiz. Kechiring, men bak aldirash ishdan tushganda paranglashaylik. Kechiring. Lili maktabga bormayotidi. Uni nereden topqili bo'lganligini sizdan so'rab bakmoqchi edim. O nima deb barmog'ini kesib yuriydi? Buningdan 15 yil burun u yo'ruq dunyoga ko'z ichibla. Biz ikki oilaning go'hriga aylanib qoldi. Biz muzikantlar oilasining izbosari deb uni qutluqladik. Üç yaş kirganda biz unaga muzika chalishni o'rgatdik. 6 yosh kirganda u sahnaga chiqib o'yin ko'rsatdi. Shuning bilan bir mezgil bak qattiq ta'sir qo'zg'ashqa mutaxassislar uni ziyrak bola ekan deyishdi. Biz bor yo'q bisotimizni setib, unaga esil pianinodan birini ipbadik. Opsimi unidan xizmatdan chekindi. Biz mushlarning hammasini uni talantli muzikant bo'lamiki deb shunday qilgan edik. Ammo Lili 9 yosh kirganda nima bo'ldiki, pianinoni ko'sir yig'laydigan, jidal qiladigan bo'lib qoldi. Shuning bilan bizmi bir nimalarni qilib yurib uni har kuni mashq qildirdik. Uzun o'tmay bir kuni qarasak, pianino buzilib qoldi. Biz shu vaqtda pianinoning uning qasddan buzib qo'yganligini bilgan bo'lsak-ku, gap qilmay o'tkazayotgan bo'lar edik. Biz uni uqmay, uni toza uribdik. Teximni qattiq tutibdik. O 12 yosh kirgan yili men o kunni mangu unutmayman. Chet elga o'quvchi tanlash musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada muvaffaqiyat oldida oliy shuncha jiddiylik faqat bo'lmadi. Shu kuni atiganda biz yiliq mukofotlanqisiga qarab hushimizni yo'qotib qo'yibdik. Yo'lga chiqadigan chog'da oliy qarindoshdan bir nechta ilib olaman deb turib oldi. Yelimi yaxshi mutaxassislar uningga ismini yozib qo'yibdi. Biz hech nimani uqmay uni oshxonaga olib kiribdik. Birdamdan keyin opisi uni chaqirdi. Kaynidillah opisining vaqirig'ini angladim. Men barmog'imni o'g'limning barmog'iga ulab qo'yishni o'yladim-yu. Ammo to'xta. Bu yerga o bashchiq kelatdi. Ali! 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 Siz ayak ulamang. Ben bu ulamay. Bo'ladi, bir qatim aylanib chiqaylik. Ali! 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 Muallim. Akşam düşümde bir barmağım altın bolup kaptı. Ha? Her işti bana. Sen endi yaramlık adam boldun davatqadek. Bo'ladigan gap.
Men onunğa Bana onun lazım yok. Menin soğuz boğumba qıp görsem Kulumdun kegidek Xili dağınlık aşpez bop kaldım depti men. Sen çıkan, yaxşı aşpez bula alaysan. Amma usta meni amayvassa Yok gapni qilma. O meni şagirdlik ammaydı eken. Nima deb ammag'idek? Men tügeştim. Men Yok gapni tügeştim. qilma, yo'q gapni qilma. Ali! Ali! Dada! Dada! Ali! Dada! Ali! Dada! Ali! Bo'ldi. Menden o'tdi Ali. Men piyanist bulamadım. Aşpezim bulamadım. Onundan göre. Lili, sen undaq özünü jazalarını. Jazalaydigan iş olsa, bo'ldi meni jazala. Dada! Ali! Dada! Ali! Balam, Dada! ondan balam. Dostum. Lili'ni qaytırıp geldim. Bu pırçak öndürmesi kozu tuturup köpüdü. Azraklı ısık çıdımaydı. Men bu hünerini kandak öğrengen demense. Kosuğum aş, Nijan'dan telemçilik kılıp çoğçunga geldim. Çavkemmin pırstanı da. Çavkemmin pırstanıdaki aşkhanıda bir aşpez tonu şimdi uçurtup kaldım. Şunun bilen onun kayını kirdim. Menin uğruk hem pakalığımını görüp, putunga hış koyup emese, kazanğı boyum yetmegidek dep, meni ağını unmidi. Men onunga yalırıp turup aldım. Şunun bilen, o bir xursunu betip, meni şagirtlik qobul kıldı. Men aran degende sichibence bir xil sayını korsam, o bu neme qığının, muşu bir qılık mı dep, meni tazı bir aldırangı demiken sen go dep, vaqrap ketdi. Ügünüş degengim bağı, çidan bomsun bekar. Ustam, andakta. Bugün meni şagirdlik kabul kılısız. Hey, tura. Ornunda tura. Neme qılıvatsın, ornunda tur. Tura. Kabul kılmışsınız. Ornumda durmay be. Hey, vay onda qıma. Hey, onda qısan qandaq boludu. Gepimni anlavatam sen. Ha? Vay, bu degen. Hey, bu degen yeni cemiyet dursa, onda qısan qandaq boludu. Men sizlerni kögendim bu yan ozadi. Sizler manga bundaq tazım qıqılı tursanlar. Boldi, ulanı qobul qıldım. Birinlarımı ayrılıp qamaysızlar. Quvatam sen. Ha? Boldi, jüre.
Lofa. Lofa. Men sizni izlayotqanli ne var? Nima jiddiychilik endi? Wang Xiaoyuanni ziyorat qilib bir muxbir keldi. Nimishqa? Chaqaroq beringchi. Chaqchaqlatmaydigansiz. Hargisi aldirab ketmangchimi? Astaroq bering, ha? Hey, Jang muallim, birdan demelang. Lofa. Pozitsiyaga diqqat qiling. Ha, puxta. Aldirab ketmang. Hey, chet turinglar, chetda. Chetda turinglar. Neri turinglar? Hey. Yo'ldosh muxbir, siz meni izlaganmi? Familiyam Fan. Fan muallim, yaxshimisiz? Qulab bosib ketdi. Men maxsus sizlarning sizni ziyorat qilib keldim. Yaxshimisiz? Hozir dars vaqti. Biz mishada birdan paralashqish turaylik, ha? Men yerim kun o'qiydigan maktabdan keldim. Ha. Uning ifodasi yaxshi deb anglab maxsus shuni ziyorat qilish uchun kelishim. Kechiring. O oldingizga chiqamaydi. Nimishqa? Uningga uqtirish qilmayman. Uni ziyorat qilsam, xabar yozib suratga tassam, bu ish uning uchun yaxshi-da. Uning turmushi xotirjam o'ssa, hech kim daxli qilmasa, uning uchun yaxshi ishmi shu? Yerim kun o'qib, yerim kun ishlaydigan maktab o'quvchilarining kasbiy o'rta maktablarga kelib o'qishi meningcha karamat cho'ng ish, tushundingizmi? Tushundingmi? Agar siz uning shaxsiy irodasiga xilof qilish hisobiga u cho'ng ishni tashviq qilaman desangiz, men o'qituvchi bo'lish sifatim bilan sizni bunday qilishingizga qo'shilmayman. Bu degan alohida sharafli ish tursa. Siz uqmaysiz. Ish qilib men sizni ziyorat qilishingizni rad qilaman. Andaqda men qachon kelsam bo'ladi? Uqmayman. Men shu kunni saqlayapman. Qamlashmagan gapni qiladigansiz. Meni ziyorat qiling bo'lmasa. Salohiyatimiz to'shmaydi. Hey, yo'ldosh muxbir. Xato tushunamang yana, juma. Muallimmi ishtahi. Sizga o'xshash o'qituvchini ko'matdik ekan. Hey, men qarab. Ha, nima degan semiz to'xola bu? Hozir belankani. Qaramasimiz-ki. Anangni, soqvat bas qoldi. Bo'ldi qil. Qasdan qilyapti. Yurib kelgan hisoblashmasam, xat to'xtabdi. O'rilib ketibdi. Qara. Ana, qara. Nima qilyapti buni? Bo'ldi-da. Hammani maynat qo'yibdi. Savol tashla. Nima bu? Marvoyit Nilofer degan. Saqlanglar. Qarab boqaylik. Esimlarni tutib oldimmi? Jo'ziga chip. Men birini olay. Bir aylanga bir de. Nima degan mezlik-a? Bir odamga bir de. Olib chiqamanglar. Biz ochgan turib, hammani ketmoqmiz. Ilinglar. Bilmaymizda. Sizlar ilinglar. Endi olmasangiz qolmaydi-jimi? Siz birini ilang. Tatma iling. Hey, asılımızı etibar qilgan bo'ldik. Ishkini asıl yapılanmag'in akason, ha? Men sizni haydingiz tursa. Eshitib yo'q. Abimiz keldik ya. Rustam, sizni teklif qil. Rahmat. Teklif qil. O'zingiz bir necha teklif qil. Hozir eg'iz topshiriqni tekshiraymiz. O'tganda men sizlarga har biringlar o'zinglarning javobini unolg'il intiq elib kelinglar degan. Hammanglar keldinglarmi? Gap qilmanglar. Derizlarning hammasini yopdinglar. Qaramamsiz. O'quvchilarni chirtish degan shu emasmi? Birsi birdan to'g'ri yesa, yap bulanmag'inni akasda shundaq ish bulamdi. Meningcha kasbiy o'rta maktabning o'qituvchilari beyib ketdi. Maktabni qalaymiqan qilyapti. Ben neşe tura ya. Ne oldu? Hey, o çeret kürüp durma ha. Hey. O çeret kürüp durma. Niye mi de bir yaptırsın? Ha? Hey, Rabbine. Şikini yapılıp gene. Yeni nimek talimi koysa. Ha? İşki to'g'onim go'sh yetib oshidi. Astırak. Kız vala degan jiklep siz hem kalan fel ispidi da. Bo'ldi. Qaranglar, Taladdin.
Saçmalama ha. Ha, saçmalama. Ha. Ne mezip dursanız? Qo'sa qashqan bo'lsa, baldiroq kelsiniz umanda. Men. Ey ustam, bana bir kişilik say bilen. Bir tas sayma. Ma'qul, hozir. Mana. Qanday? Ey ustam. Qandaroq, Xeli, o'rganib qoldingizmi, Ey ustam, men sizni qo'rqasim. yaxshi. Ben kamroq. Endi sizlarni ustoz sahvoqdek. Mening qo'rg'an saylarimni sapla odatlik saylar. Ta'mimi yaxshi emas, Ey ustam. Ular sizin tamağınızı ilgini bilen ularning hech qanday ortiqchiligi yo'q. Menchu, men yo'g'inavatdiman. To'xta. Qanchingizdakilarga ko'rib boqay. Akilingiz ketib bermabsiz. Qachon nim qilsiz? Odamni go'da qilmoqchi. Kim sizni bozorga ketibdi, Nima bo'ldi? Qaringiz bo'lsin. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima? Nima demoqchisan? Qarab baq, daryo o'xshamaydi-ku. Ha? Undan qara. Yo'qmoqsan. Nima? Nerede? Sıkarağın boldurlar mı? Nima qilmoqchisizlar, ha? Mudir. Ben bilemem lan. Chatroqlar chetda. O'qituvchilar, tekshirishimizcha odam beshig'i bir to'xi degani marvoyit nilufar to'xisi ekan. U mo'nayt inchlik bilan ishlangan bir xil yemeklik. Kasbiy o'rta maktab moliya jihatda haqiqatan muarif idorasining moliya tizimiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilgan. Shunda. Menimcha bundaq ikki xil ma'rif sistemasi birlab turaversa, endi bo'lmaydi. Men buningga qarshi. Men shunday qarashda. Men qo'shilmayman. Menimcha bu ikki xil ma'rif sistemasi bir-biriga ehtiyojli, ham bir-birini to'liqlaydi. Sizning qarshingizga men qo'shilmayman. Men mo gap qilib boqay. Men so'zlab boqay. Men so'zlab boqay. Bo'ldi. Gap qilmanglar yo'ldoshlar. Tövəndə Maarif İdarəsinin rəhbəri bir nəç qərarını elan qılıdı. Tövəndə mən şəhərlik Maarif İdarəsinin qərarını oxub ötməkçi. Vəziyyət tərəqqiyatının ehtiyacı həm də yuqarı orqanın təsdiqiga əsasən kəsbi siniflar Yuşin Otur məktəbindən ayrılıb çıxıb müstəqil məktəb buludu. Yuşin Otur məktəbigə yanıla yeni müdir məsul buluyordu. Yeni qurulğan Yuşin kəsbi Otur məktəbigə fən şabu müdir buludu. Həm də məktəbin ümumi xidməti yetəkçilik qılıdı. Qilinglar shoviya. Yuzaga chiqib nima qilasiz? Ularga mudaq chiqsin. Sizni topshirdim. Lofe, siz bilen Billy baramağalığım üçün beni keçirin. Billy basamğa baratdım, amma sizga putli qaşan boq qilishim deb ansirdim. Hey, bundoq qilma. Bu yerda qolsangiz ortiqchilig'ingizni texmo bilan joriy qildira olasiz. Limalim, mana. Ben sizga meni aniq dedim juma. Yangi mudir kelgan ekan, peshqadam mudirni yuk yengillaydi-da, ha? Sizə. Bexatarlikka diqqat qilinglar. Lofe, mən dərs kirib ketmə. Ana oyoq sulpirib. Diqqat qiling juma. Sətiringlar oңushliq bo'lsin. Rahmat. Aytberim. Yo müdir, sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Bo'ldi. Ey Lofen, sizning ingliz tilidan bergan imtihonunuz qanday bo'ldi? Kim bir nima deyishmandiq? Sizə chaqirg'ama kelishda qachon o'rganasiz? Xotirjam bo'ling. Xo'sh amsa. Xo'sh. Saboqdoshlar xo'sh. Xo'sh amsa. Mudir, men chiqib loylarni chaqirib kelay. Nima ish qil? Peshqadam mudirni yo'qlab kelay. Xulosiz 3-yillik 1-sinfda. Diqqat qilinglar. Mayoqqa. Bəzilərcə həmişə özünün qılğan işini həmmə xalq düşündü deyə qaraydı.
Əməliyyatda bolsa, undaq bolmaydı. Eşəknin qulğıға saat açılış degan söz, obyektqa qartılğan məsxir bolsa kerak. Bunun mənisi... Mundaq qilaylik savodaşlar, tekstni o'qib turinglar, men chiqib hozir kiraman. Ketamsiz. Jidal qilib yurib, məktubimizdən axır ketdiniz. Əmdi o muradınızga yetkensiz. Undaq dema. Men bu kasbni yoqtiraman. Qanday qilganda yaxshi o'qituvchi bo'g'il bo'lganligini menga siz o'rgatgan. Bir neçə gün bo'ldi. Uxlayamaydigan bo'lib qoldim. Ba'zida o'ylab ketaman. Ayni vaqtda mavjushi yoshlarni yezg'i beringlar. U yerda ne ishlarni qilg'ili bo'ladi degan edi. Bugungi kunda o'rta maktablarda to'liq o'rta sinflarni echib o'quvchilarning oliy maktabga kirish uchun jon tikyapmiz. Hozir qaraganda balkim kasbiy o'rta maktablarni echishmi bir xil chiqish yo'li bo'lsa kerak. Shundaqmi? Shundaq. Mudir, tushunsangiz, bu ma'rifat islohotining muhim bir tarkibiy qismi. Tushunaman. Bu ishni mamayaz qilgan. Ammo toz bilib ketamay, xotirjam bo'lamay, armonga tushliq darmon yo'q yurayman. Bundan keyin pat-pat kep turing. Xo'sh. Xeyr, xo'sh. Kinolar. Samalim. Mübarek olsun Samalim. Sen mudir. Xodimlar bormiz. Ya mektebimiz var biz. Yaxshi. Sen muallim, o'tgan jidalda kimda xatolik o'tildi? Ishqilib biz xato qilmadik. Hech kim xato qilmadi. Asas xatolikni shular o'tkazdi. Shundaq. Biz xato qilmadik. Hammalim, bu yerdan ketdingiz kelamdi. Istaydigan ishlar hamma odamda bo'ladi. Juringlar. Samalim. Ha? Hozir ish qiluvchan o'tirsida kurash bo'lib atamdi. Madaniyatning qulog'ini gaplarini nimandaq to'la deysan? Men deyman, ular yangi shaylarni yoqtirmaydi ekan-chi. Qo'rqgan. Har qanday yangi shayni xuddi onasining qo'sig'idan ochiq shig'lab yavi tushgan bu vaqtdek azob bilan dunyoga keladi. Lekin u hamon o'sib yetiladi. Ondan bola cho'ng bo'ladi. Shundaq, u cho'ng bo'ladi. Juringlar. U har kuni, har vaqt cho'ngmaydi. Men deyman, xabarlash bo'limining viviskasini yeniga, iskilot bo'limining viviskasidan birini esib qo'ysak bo'lg'idek. Cho'ng ma'lum. Sizni xabarlash bo'limiga qo'yishga mening ko'nglim toza unmayotadi.
ko'nglingiz unumidek nimasi bor? Mundaq ishni meyib odammi qila oladi? Xabarlash bilimining ishini shu. Siz meni uyingda bekor o'ltir demasangizlar, bo'ldi. Men shuningga rozi. Shuningga rozi. Keyin odam ko'payganda men sizni maxsus xabarlash bo'limiga kirib qo'yman. O'qituvchi bo'lgan vaqtimda men o'quvchilardan aran 2 yosh cho'ng edim. Ular meni muallim aka deb chaqirishadi. Keyin muallim tog'a deb chaqirishadigan bo'ldi. Endi muallim bova deb chaqiradigan bo'ldi-da. Qara, makinaga chiqay. Mana qarag'ana. Mana fasol hali yaxshi-ya. Nima ichiga? Sana mana rang yaxshi. Gulingimga chiroyli. Mana qo'yib Mana qarang. Ay, qaranglar, makina qanday qopti? Mendiga chiroyli. Itigini yana bat yaxi. Qaranglar, bu fason. Bu qanday ekan? Kichikroq turadi. Siz semiz tursangiz. To'g'ri. Men oshpazlik sinfidan birsini chaqirib kelay. Turib turinglarmi? Oshpazlik sinfiga ketib oldik, endi tasmin ber. Uyatning bor. Yeydigan ishlarning hammasi bor. Yana-chi? Ay, yana bor. Yana o'g'illar bor. Ay, buning bo'ldi. Men bilan ma'lumsiz deymi? Chaqqan bo'lsiz. Chaqqan. Buni elib, miyaga qo'ying. Ay, nima qilasiz? Ko'rib boqay. Voy, voy, nima degan chiroyli ekan bora, ha? Shunday. Hozir chiroyli ekan bu, ha? Kibekmi chaqqan? Ay, nima bo'lmaydi ekan? Shunday chiroyli ekan. Bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi ekan? Bo'lmaydi. Kibekmi? Ay, uni yaqinlab kelib chaqqan yarishirayli. Chiroylismi? Tuymasini ichib beray. Men yaranishay. Voy, voy. Tog'ma modelning o'zi ekan bu. Ha, shunda qaranglar. Qaranglar, model atirtini asosiy ish. Shundaqmi? Ayni. Voy, voy. Ajib chiroyli. Menga chiroyli. Yana chiroyli. Yana chiroyli. Bek chiroyli bo'lib ketdimiz. Ayni. Shunday yarashdi. Yana yarashgan. Haqiqatan chiroyli ekan. Kim o'zlashtirgan ketib boqaylik. Ma'qul. Yo'q. Bo'lmaydi. Bo'ldi. Men bo'ldi, shunday bo'ldi. Men bo'ldim, ish bo'ldi. Bo'lmaydi. Tanjir, sen men bo'ldi. Men bo'ldim, Tanjir. Mayli. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. Biz yomon niyat qilmadik. Men bo'ldim. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, yig'lama. Men bo'ldim. Höddiga ağa ətrətdən nə çıxıtdım telefon gəldi. Ular pulunu çaqaraq tapşırıb itənlər dağıtdı. Bizning bu yil rasxotimiz tasdiqlanib kelmagan tursa. Əmsi hazır qandaq qilamiz? Üstümüzdə ərs qılıdı. Nima bo'ldi? Bu yoqqa keling. Nima ish bo'ldi? Santi ballar tutishib qoldi. Tez qilib. Hay, Fəmalim, pulun işini qandaq qilamiz? Haqiqiy yaxshi gapni jiqraq qilib bakrak boshurib. Sizga topshirdim, ha? Tanjir, bo'ldi, yig'lama. O'g'il qushlarning hammasi keldi. Shaqilma, shaqilma. Nimish bo'lgan? Tanjir, qarab, tamarim keldi. Bo'ldi, yig'lama. Tanjir. Nima bo'ldi? Ha? Muallim, bo'ldi, endi sizlar ketinglar. Men yig'ishib qoldim. Qandaqlı bo'lmasin, ota-onangizga ochiqroq bir nima deb qo'ymasaqmi bo'lmas. Maktabda bo'lgan ishni opamga men o'zim deyman. Bo'ladi amsa. Tanjim, qaytib berib o'ptaroq damilam. Bek jiddiylashib ketma. Hozir yaxshi bo'lib qoldi, texe. Bo'ldi demalang. Muallim, xo'shamsa. Xo'sh. Baldiroq demalang, ha? Bizmi qaytamdi? Qaytib keldim. Bugun hajab baldirli Qaytaylik. qaytib
Yana neler kalkıp jürdün? Yusuf Halil. Bugün ben oğullar bilen paramlaşmadım. O'qituvchilardan yolg'izga so'zlashdim. Hey, manda qapı degenze. Çoğup kaldın. Keski emesi yer jürme. Men eskiligimni o'zimni bilaman. Men tushda Bu işini jığval. Tağam kalkan bolsa, bu işini çak. Ben kirip bakay. Hey, kirme. men eski İkinci öydün çıkma. Jürüm, keteyli. Durun. Hey, bunda qatallağım təscü mü? Haq özünün balısını başqırıb atsa, biz bununla qandaq arılışa alayımız. Bunu bala başqırış emas. Qarab turib balasına baxtiga o'ltirish deymiz. Biz o'qituvchilarning qo'limizdan nemish keladi? U qonunga xilaf ish qilmasiya. Başqırğının başqırğan. Sizning ko'ni keslingiz yana qo'zg'aldi bo'g'ay. Tasimi? Hey, ne varsınız? Jim oturun. 75. numar. Yetmiş beşinci numar. Oy! Bu nima? Qani kelib o'ltiring, bo'lin. Ko'zingizni ko'rib baqay. Hey doktor. Meni kestim yo'q. Men kasal ko'rsatib ekanmidim. Mundaqli ko'rib baqay. Hey doktor. Meni rostli kestim Bo'ldi, yo'q. o'diqmang. Doktor. Mundaq qiling. Bo'ldi, o'diqmang. Mundaqli ko'rib baqay. Ko'zim qarab o'ltiring, Mundaqli ko'rib Hey baqay. doktor. Meni rostli kestim yo'q. Jim o'ltiring qani. Mundaqli ko'rib baqsam bo'ladi. Diqqat qiling. Bo'ldi, ko'rib baqsangiz. Men qarab o'ltiring. Men ko'zim 1'da 2, men ko'zim 1'da 3. Yaxshi ekan. Sapsaq ko'zlab. Bo'ldi, Hey doktor, mayaq men keling, sizdan bir ishni so'rab mayaq baqmoqchi edim. Bilaman. Doktor, meni rostli keslim yo'q. Men sizdan bir ishni so'rab baqil kelgan. Chi doktor, uning tuqqani qani? He, bo'ldi, to'lima, meni tuqqanlarim yo'q. Ma'qul, baq, o'tir. Mening bir qizim bor edi. Ma'qul, U ma'qul. to'xtamay o'zini Siz tillaydi. o'tiring, medirman. O'zingizni qo'yib eting. Gap qilmay o'tiring, Hey, astariq. Qani, Meni siz o'q o'tiring. qizim. Bo'ldi, gap qilmang. Voyjon, Nim bo'ldingiz? Keslingiz yo'q odam bu yerga nim qilib keldingiz? Odamni saran qilib. doktor. Siz menga boyaqadek muomala qilsangiz bo'ladi. Rost, men normal odamga gap qilyapman. Nervilarim xeyli aram tep qoldi. Doktor, men sizdan bir ishni so'rab baqay degan. Men muallim. Muallim bo'lsangiz nim bo'pti? Qani, qani, dang. Mening bir qizim bor edi. U hadisda o'zini ayblab, mening u yerim bo'lmaydi ekan, bu yerim bo'lmaydi ekan deb o'zini tillab o'ltirdi. U doim shunday qiladi. Bir ish qilishkasi shunday qiladi. Hamisha o'zini ayplamda. Shunday. U o'zini o'rganmoqchi bo'lib, bir mezgildan keyin ilhomlanib, yana shunday qiladi. Shundaqmi? Shunday qo'ymayman. Ro'y to'salg'u. Yoshlarda bo'ldigan ro'y to'salg'u. Bu bir kasal ekanda. Kasal bo'lmaychi. Sizga o'xshashmi dadi bo'lamdi? O'qituvchimish texi. Hey, nimishqa bo'roq aqlimga kechmagandi. Hey, obdanaq aslab yiqin. Uning kesil dastlab qo'zg'alganda qanday qo'zg'algan? Ahvol qanday bo'lgan? Ha, ma'qul. Buning sababini tep chiqish kerak. Hey, sababini deyapman. Qo'tamsiz. Qo'taman doktor, rahmat sizga. Jungoning qurollari hamisha. Hey, sizga deyapman. Nervi kesli yoki psixik to'sma bo'lsa, davolatish bilan qolmay, uningga ko'ngil bilish kerak. Uqdingizmi? Jungoning qurollari doim ro'y kasal bilan nervi kasalini aralashtirib qo'yadi. Sizlar qachongacha shunday nodonlikda o'tasizlar?